Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Ertaga qanday ob-havo bo'ladi? O'zgidromet ertaga 19-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 12-15 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kutilishi mumkin. Harorat kechasi 25-27 daraja, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kutilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.